Assalomu alaykum. Bugun sizlarga juda ham mazali chiqadigan shokoladni birinchi tayyorlash kursini bermoqchiman. Birinchi marta birinchi tayyorlayotgan, birinchi marta bunaqa shirinlik tayyorlayotganlar ham tayyorlay oladigan darajada tushuntirib beraman. Idishimizga shakar, tuxum, kakao va unni solib, ozgina sut quyamizda yaxshilab aralashtiramiz. Bir xil massa bo'lib ketishi kerak. Ko'proq sut quyib yuborsanglar, kamochkalar qolib ketadi. O'shaning uchun ozgina sut bilan yaxshilab aralashtirib bir xil massa qilib yuboramiz. Kamochkalar qolmasligi kerak. Yaxshilab aralashtirib bo'lgandan keyin, bir xil massa bo'lgandan keyin sut quyamiz va yana 1-2 aralashtirib yuboramiz. Gazimizni yoqib, gazimizga qo'yib olamiz va pishirishni boshlaymiz. Buni tinmasdan aralashtirib turish kerak. Pastroq olovda tayyorlanadi. Baland olovda bo'lsa, tegi tez olib ketib qoladi. Xuddi mana shunaqa quyuq bo'lguncha tinmasdan aralashtiriladi. Bo'lmasam tegiga yopishib qoladi. Massamiz bilqillab qaynab chiqishni boshlagandan keyin chetroqga olamiz va ozgina sariyog' solib aralashtirib yuboramiz. Issiqligida sariyog'ini eritib, sariyog'lari to'laligicha erigandan keyin sovutishga olib qo'yamiz. Men tezroq sovishligi uchun alohida idishga solib olib qo'ydim. Buni ustiga strich salofan yopamiz. Havo kirmaydigan darajada qilib yaxshilab yopiladi salofan bilan va xona haroratida sovutishga qo'yib qo'yamiz. Xolodilnikda sovutsanglar ham bo'ladi. Endi bilinchikni tayyorlashni boshlaymiz. Buning uchun 2 yoki 3 dona tuxumimizni olib chaqib olamiz. Xona haroratida bo'lishi kerak hamma mahsulotlar. Bilinchik tayyorlaganda muzday narsadan ishlatsanglar, bilinchiklar o'xshamaydi. Ketma-ketlikda yog', ozgina shakar solamiz va qaynoq suv solamiz. Qatiq soldim. Bir piyoladan ozgina oshxo'roq solsanglar bo'ladi. Kakao, un solamiz. 1 osh qoshiq kakao soldim. Kakao gollandskiy kakao. O'lchovlarni yana videoning ostida yozib qoldiraman. Yarim choy qoshiqda iste'mol sodasi soldim. Qatiq bilan sutda qilingan bilinchikka farqi bo'ladi. Bilinchik tayyorlaganda qatiqdagi ozgina yumshoqroq chiqadi. Suyuq massa qilib olib, xamirimizni tavamizni yaxshilab qizdirib, bilinchik tayyorlashni boshlaymiz. Qatiqli bilinchik tayyorlaganinglarda sizlarga maslahat beraman. Iste'mol sodasini kamroq solishinglarni. Ozgina turib qolgan qatiqdan ham ishlatsa bo'ladi. Umuman iste'mol sodasi solmasdan qilsanglar ham bo'ladi. Men ozgina teshikchalar bo'lsin deb yarim choy qoshiqgina sovardim. Bilinchiklarimiz hammasini pishirib oldik. Endi mana kremimiz ko'rib turibsizlar, sovigan, quyuqqina massa bo'lgan. Bilinchiklarimizga solib o'rashni boshlaymiz. Xohlasanglar orasiga mevalar qo'shsanglar bo'ladi. Banan, qulupnay, malina, umuman o'zingizlar yoqtirgan shokolad bilan yaxshi chiqishadigan mevalarni qo'shsanglar juda ham mazali chiqadi. Men alohida qildim chiroyli chiqishi uchun. Hammasini tayyorlab olamiz. Chiroyli qilib dasturxonga tortishimiz mumkin. Men bananni kesib dasturxonga tortdim. Birgalikda shokolad bilan banan juda ham zo'r chiqishadi. Juda ham mazali, yumshoqqina bo'lgan bilinchiklarimiz tayyor bo'ldi. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring va yaqinlaringizni mehmon qiling. Hammaga yoqimli ishtaha video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib, kanalimizga a'zo bo'lib qo'llasanglar xursand bo'laman.